Salam ko'pchilik, yaxshimisizlar? Bugun sizlarga gap kelganim oilalarda yong'inni sap saqlash usuli. Hamda hammamiz ma'lum, yong'inlarni bozordan akirib, oilani saqlash jarayonida surib qolgan yoki ko'kirib po'rilishib qolgan ahvollar mavjud bo'ldi. Shuningdek, bugun biz so'ziga usulda saqlash haqida uni uzoq vaqt ishlatguncha suvlashtirib qo'ymay, surib qo'ymay saqlashningki oddiy usulni so'zlab o'tamiz. Diqqatinglar tövəndə olsun. Biz oldindan setib olgan yong'inlarni tanlaymiz. Bunun ichida zedi bo'lib qolgan, yerilib ketgan yoki surib qolganlar bo'lsa, yaxshi bo'lmaydi. Shuningga mustaq zedisi yo'q, ko'kirib qolmagan yong'inlarni tanlaymiz buni. Buni oldindan bunu tayyorlab bo'lgandan keyin bir qancha ozroq suv quyib, biz oqachiq suvdan 20 gram, sodadan 15 gram quyib, soda suyu tanishib olamiz. Buni tekshir aralashtirib, ama purkish qapiga qochirib olamiz. Bu tanishib olgan bu suyuqlikni yong'inning ustiga tekshir purkaymiz. Handan yong'inni o'rib, bu su tegmagan tarafiga yana su purkaymiz, mana shu yo'qni. Endi 10 minut atrofida shamollatib, yong'inning ustidagi yo'llar shamoldab sal qurgandan keyin bu sandiqning ichiga qachilashga boshlaymiz. Oldindan sandiqning ichiga qog'ozni solamiz. Endi yong'inni mana shu eshikning ichiga solishga boshlaymiz. Sağa orqali ratlik tizib solamiz. Hamda bu shu yong'inning o'rtasiga bir atal olmani solib qo'yamiz. Qog'oz yepilib, eshikni og'zini yem etib, hamishtoq jo'ba bilan jo'ba o'tib, salqin yerda saqlasak 30-40 kun shu yerda saqlaqli bo'ldi. Ko'pchilik bundan foydalanib qolinglar. Do'stlar chembiriga ko'proq tarqitib qo'yinglar, yurak berib qo'yinglar. Xayr xo'sh, keyingi sonni ko'rishaylik.